Aziz tomoshabinlar, bugun men sizlarga juda muhim xabarni tushunarli qilib aytib bermoqchiman. Gap 1.500.000 so'm olgan fuqarolar haqida ketmoqda. Ayniqsa ijtimoiy yordam, kompensatsiya. Bir martalik to'lov yoki davlat tomonidan ajratilgan mablag'ni olgan bo'lsangiz, bu ma'lumotni oxirigacha eshitishingiz shart. Chunki ayrimlar bu pulni olgandan keyin qo'shimcha tekshiruv bo'ladimi? Yana to'lov chiqadimi? Pul qaytarib olinadimi yoki hujjat talab qilinadimi degan savollar bilan sarson bo'lyapti. Men bu masalani ekspert sifatida oddiy tilda tushuntiraman. Kim xavotir olish kerak? Kim bemalol o'tirsa bo'ladi? Qaysi holatda borib aniqlashtirish zarur? Qaysi gaplarga ishonmaslik kerak? Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday xabarlar ko'pchilikning puliga, hujjatiga va oilaviy budjetiga bevosita ta'sir qiladi. Avval qanday edi? Oldin ko'p hollarda odamlar ijtimoiy yordam yoki bir martalik to'lovni olgandan keyin masala shu bilan tugadi deb o'ylardi. Ya'ni karta yoki naqd pul orqali 1.500.000 so'm tushdi, odam uni ro'zg'orga ishlatdi, qarzini yopdi, oziq-ovqat oldi, kommunal to'lov qildi va boshqa hech narsani tekshirmadi. Ko'pchilikka mahalla aytdi. Bank xabar berdi yoki SMS keldi, shundan keyin pul olingan. Lekin hozir vaziyat ancha boshqacha. Endi davlat tomonidan beriladigan har qanday yordam, ayniqsa miqdori aniq ko'rsatilgan to'lovlar elektron tizimlar orqali tekshiriladi. Oilaning daromadi, ro'yxatda turishi, bolalar soni, nogironlik holati, ishsizlik, pensiya, aliment, mol-mulk, avtomobil, doimiy daromad manbasi kabi ma'lumotlar turli bazalar orqali solishtiriladi. Shu sababli 1.500.000 so'm olgan odamlar uchun asosiy yangilik shuki, endi faqat pulni olish emas, balki o'sha pul qaysi asosda berilganini ham tushunish kerak. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha odamlar vahimaga tushmasin, lekin beparvo ham bo'lmasin deb tushuntiryapman. Agar siz haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'lib, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, sizda xavotirga sabab yo'q. Ammo arizada noto'g'ri ma'lumot yozilgan bo'lsa, yashash manzili o'zgargan bo'lsa, oila tarkibi boshqacha ko'rsatilgan bo'lsa yoki kimdir sizning nomingizdan ariza bergan bo'lsa, unda albatta aniqlashtirish kerak. Hozir eng katta o'zgarish shundaki, 1.500.000 so'm olganlar bo'yicha ma'lumotlar ko'proq tartibga solinyapti. Ya'ni pulni olgan odamlar ro'yxati shunchaki qog'ozda qolmaydi. Ularning holati qayta ko'rilishi, to'lov sababi tekshirilishi ayrim hollarda keyingi yordamga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, bir oilaga bir martalik 1.500.000 so'm berilgan bo'lsa, keyingi oyda yana boshqa yordamga ariza topshirganda tizim bu oldingi to'lovni ham ko'rishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Bu degani, har bir fuqaro o'z nomiga tushgan to'lovni bilishi kerak. Ba'zan odamlar karta egasi onam edi, pulni ukam yechib oldi, arizani kelinim topshirgan edi deb yuradi. Lekin rasmiy tizimda pul kimning nomiga chiqqan bo'lsa, javobgarlik ham asosan o'sha shaxsga bog'lanadi. Shuning uchun men har doim aytaman, pul tushgan bo'lsa, uning izohini, qaysi tashkilotdan kelganini, qanday nom bilan o'tganini saqlab qo'ying. Misol keltiraman. Bir oilada ona 3 farzandi bilan yashaydi. Turmush o'rtog'i vaqtincha ishlamayapti. Oilaning doimiy daromadi yo'q. Mahalla orqali ariza topshirilgan va 1.500.000 so'm yordam chiqqan. Bu holatda agar hujjatlar to'g'ri bo'lsa, daromad yashirilmagan bo'lsa, oila tarkibi haqqoniy ko'rsatilgan bo'lsa, ayol hech narsadan qo'rqmasligi kerak. Bu yordam qonuniy asosda berilgan. Ikkinchi misol. Bir kishi vaqtincha ishsizman deb ariza beradi, lekin aslida yaqinda avtomobil sotib olgan, bank hisobida muntazam tushum bor yoki nomida faol tadbirkorlik mavjud. Tizim buni keyinroq aniqlasa, unga savollar tug'ilishi mumkin. Bu savollar darhol jarima degani emas, lekin tushuntirish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun hujjat topshirishda baribir bilishmaydi degan fikr eng katta xato. Men aniq aytaman. Hamma ham xavotir olish kerak emas. Lekin ayrim toifadagi odamlar o'z holatini tekshirib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Birinchidan, pul sizga nima sababdan chiqqanini aniq bilmagangiz masalani aniqlang. Masalan, kartangizga 1.500.000 so'm tushdi. Lekin siz ariza topshirmagan bo'lsangiz, mahallaga murojaat qiling. Pul tushibdi, xursand bo'ldim deb jim yurish to'g'ri emas. Chunki keyin bu mablag' sizning nomingizda rasmiy yordam sifatida ko'rinadi. Ikkinchidan, oilaviy holatingiz o'zgargan bo'lsa, masalan, turmush qurgan bo'lsangiz, ajrashgan bo'lsangiz, farzand tug'ilgan bo'lsa, kimdir ro'yxatdan chiqqan yoki kirgan bo'lsa, buni rasmiy hujjatlarda aks ettirish kerak.
Chunki ijtimoiy yordamda oila tarkibi juda muhim. Oila a'zolari soni ko'p bo'lsa, daromad har bir kishiga bo'linadi. Aksincha, oila a'zolari kam ko'rsatilsa yoki ortiqcha ko'rsatilsa, hisob-kitob noto'g'ri chiqishi mumkin. Uchinchidan, siz oldin yordam olgan bo'lsangiz va yana yordamga ariza bermoqchi bo'lsangiz, oldingi 1.500.000 so'm keyingi qarorga ta'sir qilg'ilishi mumkinligini biling. Bu har doim rad etiladi degani emas. Lekin tizim oilaning umumiy holatini ko'radi. Masalan, bir oyda bir martalik yordam, keyingi oyda bolalar nafaqasi. Keyin subsidiya yoki boshqa yordam so'ralsa, har bir ariza bo'yicha alohida tekshiruv bo'ladi. To'rtinchidan, kartangizdan pulni boshqa odam ishlatgan bo'lsa ham, rasmiy pul sizning nomingizga tushgan hisoblanadi. Ko'p oilalarda karta onaning nomida, lekin pulni farzand yechadi. Yoki karta otaning nomida, lekin arizani turmush o'rtog'i topshirgan. Bu hayotda normal holat bo'lishi mumkin. Lekin huquqiy jihatdan kim oluvchi sifatida ko'rsatilganini bilish muhim. Agar siz ro'yxatda qonuniy turgan bo'lsangiz, arizani o'zingiz yoki ishonchli vakilingiz orqali topshirgan bo'lsangiz, ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa va pul sizga aynan belgilangan tartibda berilgan bo'lsa, ortiqcha vahima kerak emas. 1.500.000 so'm olganingiz uchun siz avtomatik tarzda aybdor bo'lib qolmaysiz. Bu yordam bo'lishi mumkin. Kompensatsiya bo'lishi mumkin. Bir martalik to'lov bo'lishi mumkin. Muhimi asosi bo'lishi kerak. Masalan, nogironligi bo'lgan, farzandi bor oila yordam olgan bo'lsa, bu tabiiy. Yoki boquvchisini yo'qotgan, daromadi kamaygan, og'ir ijtimoiy ahvolga tushgan, oila mahalla tavsiyasi bilan yordam olgan bo'lsa, bu ham tushunarli. Yoki tabiiy ofat, uy-joy muammosi, davolanish xarajati, og'ir kasallik sababli mablag' berilgan bo'lsa. Bu holatlarda hujjatlar joyida bo'lsa, qo'rqadigan narsa yo'q. Men tomoshabinlarga shuni tushuntirmoqchiman. Asosiy masala pulning o'zi emas, asosiy masala pulning rasmiy sababi. Bank SMS-ida faqat summa ko'rinishi mumkin. Lekin qaror, buyruq, ariza yoki mahalla xulosasida nima deb yozilgani muhim. Agar sizda bu ma'lumot yo'q bo'lsa, mahallaga borib, mening nomimga 1.500.000 so'm qaysi asosda ajratilgan deb so'rashga to'liq haqlisiz. Birinchi vaziyat. Pension ayolning kartasiga 1.500.000 so'm tushadi. U bu pulni dori-darmonga ishlatadi. Keyin qo'shnilar endi pensiyangdan ushlab qolishar ekan deb qo'rqitadi. Bunday gaplarga darhol ishonish kerak emas. Agar bu pul yordam sifatida ajratilgan bo'lsa, uni oddiy pensiyadan avtomatik ushlab qolishmaydi. Lekin ayol mahalladan yoki tegishli tashkilotdan to'lov maqsadini aniqlab olsa, ko'ngli xotirjam bo'ladi. Ikkinchi vaziyat. Yosh oila ijarada yashaydi. Er ishini yo'qotgan, ayol bola parvarishida. Ular ijtimoiy yordam so'raydi va 1.500.000 so'm oladi. Bir oy o'tib er ishga kiradi. Endi ular oldingi pulni qaytaradimi? Yo'q. Agar ariza berilgan vaqtda haqiqatdan ham daromad yo'q yoki yetarli bo'lmagan bo'lsa, keyin ishga kirgani oldingi yordamni noqonuniy qilmaydi. Lekin keyingi arizalarda yangi daromadni yashirmaslik kerak. Uchinchi vaziyat. Fuqaroning nomida kichik do'kon bor, lekin u faol ishlamayapti. U o'zini ishsiz deb ko'rsatadi va yordam oladi. Keyin ba'zida tadbirkorlik faoliyati ko'rinadi. Bu holatda odam do'kon ishlamaydi-ku deb aytishi mumkin. Lekin rasmiy tizim faoliyatni ko'radi. Bunday vaziyatda faoliyat to'xtatilganini, daromad yo'qligini yoki zarar bilan ishlayotganini hujjat bilan ko'rsatish kerak bo'ladi. Og'zaki gap yetarli bo'lmasligi mumkin. To'rtinchi vaziyat. Bir oilada ikki kishi alohida yordam olgan. Masalan, ona ham, o'g'il ham 1.500.000 so'mdan olgan. Agar ular bir xo'jalikda yashasa, bu savol tug'dirishi mumkin. Chunki ayrim yordamlar oila kesimida beriladi, ayrimlari shaxs kesimida beriladi. Bu yerda eng muhim narsa qaysi turdagi to'lov ekanini bilish. Agar biri davolanish uchun, biri boshqa asosda berilgan bo'lsa, muammo bo'lmasligi mumkin. Ammo bir xil yordam ikki marta rasmiylashtirilgan bo'lsa, tekshiruv bo'lishi ehtimoli bor. Bu mavzuda juda ko'p odamlar bitta xatoga yo'l qo'yadi. Hamma to'lovni bir xil deb o'ylaydi. Aslida 1.500.000 so'm turli nomlarda berilishi mumkin. Ijtimoiy yordam bo'lishi mumkin, moddiy ko'mak bo'lishi mumkin, kompensatsiya bo'lishi mumkin, xayriya mablag'i bo'lishi mumkin, loyiha doirasidagi to'lov bo'lishi mumkin. Mahalla yoki homiylik orqali ajratilgan mablag' bo'lishi mumkin. Har birining talabi boshqacha. Masalan, davlat ijtimoiy yordami bo'lsa, odatda oilaning daromadi va holati ko'riladi. Kompensatsiya bo'lsa, ma'lum xarajat yoki zarar qoplangan bo'lishi mumkin.
Xayriya bo'lsa, uning tartibi alohida bo'ladi. Shuning uchun falonchi oldi, men ham olishim kerak degan fikr har doim to'g'ri emas. Ikkita odam bir mahallada yashashi mumkin, lekin hujjati, daromadi, oila tarkibi, asoslari butunlay boshqacha bo'ladi. Yana bir nozik jihat. To'lov olgan odam keyin ijtimoiy reyestrdan chiqib ketishi mumkinmi? Ba'zan mumkin, ba'zan yo'q. Bu yordam turiga bog'liq. Agar oilaning daromadi oshsa, yangi mulk paydo bo'lsa, bola soni o'zgarsa, ishga kirish bo'lsa, keyingi davrda yordam to'xtashi mumkin. Lekin bu oldingi olingan pul noqonuniy degani emas. Odamlar aynan shu farqni tushunishi kerak. Yana bir pitfall, ya'ni ko'pchilik bilmaydigan xavfli joy. Telefon orqali keladigan xabarlar. Hozir firibgarlar sizga yana 1.500.000 so'm syurpriz to'lov chiqdi. Kartangizni tasdiqlang, SMS kodini ayting, plastik raqamingizni yuboring deb odamlarni aldashi mumkin. Men qat'iy aytaman. Hech kimga SMS kod bermang, karta parolni aytmang, pasport rasmini begona odamga yubormang. Rasmiy tashkilotlar sizdan Telegram orqali karta kodi so'ramaydi. Agar sizga pulni olish uchun oldin 1000 so'm to'lang deyishsa, bu ham shubhali. Davlat tomonidan ajratiladigan yordam uchun odatda vositachi haq talab qilinmaydi. Ariza topshirish, ma'lumot olish, mahallaga murojaat qilish qonuniy yo'l bilan amalga oshiriladi. Kimdir men ro'yxatga kiritib beraman, 1.500.000 so'm chiqarib beraman desa, juda ehtiyot bo'ling. Bu nafaqat pulingizni yo'qotishga, balki hujjatingiz bilan muammo chiqishiga ham olib kelishi mumkin. Endi eng muhim qismga o'taman. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, pul tushgan bank ilovasini yoki SMS xabarini tekshiring. To'lov qaysi tashkilotdan kelgan, izohida nima yozilgan, sana qachon, summa aniq qancha bularni ko'rib chiqing. Agar ilovada ma'lumot yetarli bo'lmasa, bankdan ko'chirma olish mumkin. Ko'chirmada to'lov manbasi aniqroq ko'rinadi. Ikkinchi qadam, mahalla fuqarolar yig'iniga boring yoki mas'ul xodim bilan bog'laning. Savolni aniq bering. Mening nomimga 1.500.000 so'm qaysi asosda ajratilgan? Bu bir martalik yordammi? Ijtimoiy yordam yoki boshqa to'lovmi? Shu savolning o'zi ko'p chalkashlikni yo'q qiladi. Agar ariza raqami, qaror sanasi yoki tavsiya bo'lsa, uni yozib oling. Uchinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, nogironlik ma'lumotnomasi, daromad haqida ma'lumot, ishsizlik holatini tasdiqlovchi hujjat, ijara shartnomasi, davolanish xarajatlari bo'yicha chek yoki shifokor xulosasi kerak bo'lishi mumkin. Hamma holatda ham barchasi talab qilinmaydi. Lekin sizning vaziyatingizga mos hujjat tayyor bo'lsa, keyin sarson bo'lmaysiz. To'rtinchi qadam, agar arizada xato bo'lganini bilsangiz, uni yashirmang. Masalan, oila tarkibida noto'g'ri odam ko'rsatilgan bo'lsa, daromad noto'g'ri yozilgan bo'lsa, manzil eskicha qolgan bo'lsa, buni tuzatish uchun murojaat qiling. Xatoni vaqtida tuzatish ko'p hollarda keyingi muammoning oldini oladi. Eng yomon yo'l bu jim yurib, balki sezishmas deb kutish. Beshinchi qadam, agar sizga pul tushmagan bo'lsa, lekin siz ro'yxatda borligingiz aytilsa, buni ham tekshiring. Ba'zan karta muddati tugagan bo'lishi, hisob raqamda muammo bo'lishi, bank rekviziti noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda bank va mahalla o'rtasida ma'lumotni solishtirish kerak. Menga pul chiqqan ekan, lekin olmaganman degan vaziyatda albatta yozma iz qoldiring. 6-qadam, agar pul sizning nomingizga tushgan bo'lsa, lekin siz olmagan bo'lsangiz, darhol bankka murojaat qiling. Kartadan kim qachon qayerda pul yechganini aniqlash uchun bank ko'chirmasi kerak. Agar shubhali operatsiya bo'lsa, bankka ariza yozing. Zarur bo'lsa, ichki ishlar organlariga ham murojaat qilinadi. Bu masalada vaqtni cho'zmaslik kerak, chunki operatsiya sanalari muhim. 7-qadam, har qanday murojaatni imkon qadar yozma shaklda qiling. Og'zaki so'rash ham yaxshi, lekin muammo bo'lsa yozma ariza kuchliroq. Ayrıca ism familiyangizni, yashash manzilingizni, telefon raqamingizni, to'lov sanasini, summani va savolingizni aniq yozing. Masalan, mening bank kartamga 1.500.000 so'm miqdorida mablag' kelib tushgan. Ushbu mablag' qaysi asosda ajratilganini va bu bo'yicha qo'shimcha majburiyat mavjud yoki mavjud emasligini tushuntirib berishingizni so'rayman. Mana shunday oddiy, aniq matn yetarli bo'ladi. 8-qadam, agar sizga rad javob berilsa yoki tushuntirish bermasdan yuborishsa, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qilish mumkin. Lekin avval mahalla, tuman ijtimoiy xizmatlari, bank kabi birinchi darajadagi manbalardan boshlang.
Har bir murojaatda sana mas'ul shaxs ismi, javob mazmunini yozib boring. Bu sizga keyin dalil bo'ladi. Men alohida ogohlantiraman. İnternetda tarqalayotgan hamma xabar ham rasmiy emas. 1.500 ming so'm olganlarning hammasiga yana pul beriladi. Pul olganlar tekshirilib, hammasidan qaytarib olinadi. Bugun ro'yxatdan o'tmaganlar umuman yordam olmaydi kabi gaplar ko'pincha vahima yoki ko'rishlar sonini oshirish uchun aytiladi. Har bir xabarni rasmiy manba bilan solishtiring. Rasmiy manba deganda mahalla, tuman hokimligi, tegishli vazirlik yoki idora, bankning rasmiy xabari, hukumat portali, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali kabi manbalar nazarda tutiladi. Telegramdagi noma'lum kanal, tanish bilishning audiosi. Bir odam aytdi degan gaplar asosiy dalil bo'la olmaydi. Yana shuni biling, agar haqiqatan ham yangi tartib yoki qo'shimcha to'lov bo'lsa, u odatda aniq shartlar bilan e'lon qilinadi. Kim oladi? Qachon oladi? Qaysi hujjat kerak? Qayerga murojaat qilinadi? Muddati qancha? Bular ko'rsatiladi. Agar xabarda faqat tezroq yuboring, kodni ayting, linkka kiring degan gaplar bo'lsa, ehtiyot bo'ling. 1.500 ming so'm olganlar uchun eng muhim xulosa shuki, bu pulni olganingizni bilish yetarli emas, uning maqomini ham bilish kerak. Bu sizni keyingi arzalarda, tekshiruvlarda, hujjat to'plashda va oilaviy rejalashtirishda himoya qiladi. Pulning qayerdan kelganini tushunsangiz, sizni ortiqcha vahimaga tushasiz, firibgarlarning tuzog'iga tushasiz. Ko'pchilik 1.500 ming so'mni katta pul deb o'ylaydi. Lekin hozirgi xarajatlar fonida bu mablag' juda tez tugab qolishi mumkin. Shuning uchun men bunday yordamni olganlarga uni rejasiz ishlatmaslikni maslahat beraman. Avvalo eng zarur ehtiyojlarni ajrating. Oziq-ovqat, dori-darmon. Kommunal to'lov, bola xarajatlari qarzning eng bosimli qismi. Agar pul davolanish uchun berilgan bo'lsa, uni boshqa narsaga sarflash keyin tushuntirishda noqulaylik tug'dirishi mumkin. Masalan, siz davolanish xarajatlari sabab yordam olgan bo'lsangiz, dori cheklari, klinika to'lovi, shifokor tavsiyasi kabi hujjatlarni saqlang. Agar uy ta'miri yoki favqulodda holat sabab berilgan bo'lsa, xarajatni tasdiqlovchi cheklar bo'lsa yanada yaxshi. Har doim chek talab qilinadi demayapman, lekin dalil bo'lsa, sizning pozitsiyangiz mustahkam bo'ladi. Agar bu mablag' umumiy moddiy yordam sifatida berilgan bo'lsa, uni oilaning eng muhim ehtiyojlariga yo'naltiring. Chunki keyingi yordam qachon chiqishi noma'lum. Ba'zi odamlar pul tushishi bilan maishiy texnika yoki telefon oladi, keyin esa dori va oziq-ovqatga pul qolmaydi. Men ekspert sifatida aytaman. Yordam puli avvalo muammoni yengillashtirish uchun ishlatilishi kerak, yangi majburiyat yaratish uchun emas. Demak, azizlar, 1.500 ming so'm olganlar uchun eng muhim yangilik shuki, pul tushgani bilan masala tugamaydi, uning asosi, hujjati va keyingi ta'sirini bilish kerak. Agar hammasi qonuniy bo'lsa, xavotirga o'rin yo'q. Agar tushunarsiz joy bo'lsa, mahalla, bank yoki tegishli tashkilotga murojaat qilib aniqlashtiring. Agar kimdir kod, karta, paroli yoki oldindan to'lov so'rasa, darhol ehtiyot bo'ling. Men sizlarga vahm emas, tartib kerakligini tushuntirdim. Har bir fuqaro o'z pulini, hujjatini va huquqini bilsa, hech kim uni aldolmaydi. Izohlarda yozing. Sizga ham 1.500 ming so'm tushganmi? Qaysi asosda berilganini bilasizmi? Bu mavzuda yana qanday savolingiz bor? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot bugun ko'p oilalar uchun juda zarur.